Siz buni eshitgan bo'lishingiz mumkin, lekin aniq bilaman, bu haqida noto'g'ri tushungansiz. Bu videoda front-end dasturchilar qancha muddat o'rganishadi, nimalarni o'rganishadi va bitirgandan so'ng necha pul maosh olishadi, shu haqida gaplashib o'tamiz. Front-end dasturchilar asosan saytning ko'rinish qismini yasalashadi. Agar ular oddiy saytlar yaratmoqchi bo'lsa, HTML, CSS va JavaScriptdan foydalanishadi. Agar ular mukammalroq sayt yaratmoqchi bo'lsa, React, Angular va Vue.js frameworklaridan foydalanishadi. Front-end dasturlashni o'rganish uchun esa 6 oydan 8 oy muddatgacha vaqt ketadi. Bitirgandan so'ng esa O'zbekistondagi mahalliy kompaniyalar $200 dan $400 gacha maosh taklif qilishadi. Agarda siz front-end dasturlashni onlayn o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda hozir sizga 3 ta sayt aytib o'taman. Birinchisi The Admin Project. Bu sayt orqali siz dasturlashni juda oson o'rganasiz. Ikkinchisi esa W3 School. Bu sayt mutlaqo bepul hisoblanadi. Uchinchisi esa barcha dasturchilar foydalanadigan Developer Mozilla. Bu sayt orqali haqiqiy professional tarzda front-end dasturlashni o'rganishingiz mumkin. Meni kuzatishda davom eting. Keyingi videoda back-end dasturchilar qancha maosh olishadi, qancha muddat o'rganishadi va qaysi texnologiya o'rganish haqida to'liq gaplashib o'tamiz.